bir so'm pul tikmaysan, bir kun sarflamaysan. Prosta ozgina kuching, shijoating, harakating, qo'lingda telefoning bo'lsa bas. Bu yoq piramida emas, pul tikib orqangdan odam olib kelib piramida yasaysan degan joyi yo'q. Absolutni o'rganishing ham hammasi tekin bo'lgan joy desam, mamna qilib demanglar hozir. Hozir o'zida Mohinorga o'tib yozinglar. Ishni o'rgatadi. Bir so'm pulinglar kerak emas, faqat harakat qilinglar. Nima uchun bular jon jahdi bilan sizlarga o'rgatadi? Chunki sizlar yukselsanglar, bular ham ko'tariladi. O'shaning uchun orqasidagi odamni hech qachon orqada qolib ketishini xohlamaydi. Lekin shunaqalari ham bor. Mohinurni o'rnida boshqasi ham bor. Orqadan kelgan odam registratsiya qilib qo'yadi-da, hech narsa o'rgatmaydi. Qizig'i yo'q unga. Mana unga son muhim, sifat emas, son muhim. Mohinurda unaqa emas. 100% ishini addushi, qalban o'rgatadigan qiz. Srochna mana shu Mohinurga o'tinglar, yozinglar, ishni o'rgat deylar.